Mana boshladik o'rtoqlar. Bitta ko'ringlar, mana M3 BMW M3 avtomashina. Bu tovlanishi sveti ham maxsusmi deyman-da. Bu yoqdan ko'k, bu yoqdan qora. Va pishi chiroylik. Mana bunaqangi M3'imiz bor. Boshina bozorga chiqqan. Narxi arzon. Kelishtirib beriladi. Yaponskiy sportivniy yengil quyma diskalarda 1.9 motorlik 400 ming dedingiz-a yurganini? 400 ming kilometr yurgan mashina. 400 ming kilometr yurgan mashina. Necha dedingiz? 98? 98-yil. Avtomashinamiz, avtomat korobka. O'tiring aka, o'tiring. Hoppa, mana orqasi M3 Troyka. BMW Troyka deyiladi. Endi shu mana shu mashina. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqsanglar, egalari nomida o'zlari minishgan, tonirovkaga ruxsatlari bor. Yaponskiy diskalar 10 ming qancha dedingiz? 10200 kam bor. Kelishiladi. Aloqaga chiqasizlar. Nomerlarni video nomiga yozib qo'yaman. Mana shu BMWdan boshladik. Bu yerda avtokredit bor ekanda. Hozir o'tib ketayotgandim. Mana qaranglar. Rostdanmi shu boshlang'ich to'lovsiz? Mana qaranglar. Xo'p, Cobalt boshlang'ich to'lovsiz, Song Plus, Tracker 2, bu yerda Malibu bor ekan. Boshlang'ich to'lovsiz Malibu 2. ST Group 2023. Avtokredit ekanmi? 75 nomer ekan. Malibu Damas. Bu yerda Kia K5 ham bor ekan. Hoppa. Bismillahirrohmanirrohim. Bu hammi? Ha, yo'q, unaqa emas ekan. Avtokredit boshlang'ich to'lovsiz. Osoni va mazza. Ko'ringlarchi, bu Toyota Prado mana shu bo'ladi. Land Cruiser emas, Toyota Prado Land Cruiser deymi? Xullas 150 talik kuzov. 2019-yil, rangi qora, toza. Mana Land Cruiser Prado VX 207 motorligi. Avtomobilimiz Ramni kuzovi 24 ming kilometr yurgan xolos. 19-yildan beri 24 ming yurgani. Bu hech narsa emas mashinaga. Elektroprivodimiz bu yoqda. Kojinli salonimiz. Salonimiz tyomniy ekan, xudo xolasa. Bu yoqda rul 24253 kilometr deyapti. Audio sistema mashinamizda, klimat kontrol. Mana bu yerda kaliti ham borga o'xshaydi. Qani. Mana. Toyotani kaliti qulplab ochib, orqani ochadigan, ha? Xudo xohlasa. Yaxshi yurishlarimiz. Tez 4 hamma balon, sekin 4 tala balon va sekin 4 tala balon yurish funksiyasi bilan birga. 24 ming yurgan 19-yilgi mashina. Zo'r. Yaxshi, kraskasi toza. Avtomashinamizni narxini kelishtirib beramiz deyishyapti. Ramalik kuzovligini aytdim. Mana bu yerda bosib, mana bu orqani ochiladi. Mana bu yerda yana sumkalarni olib 3-qatorga nima qilsak bo'ladi bu yerda. Bunday qilsak yopiladi. Og'a bu nech pul dedik? 19-24 ming yurgan qora toza 207 motor Land Cruiser Prado 150 talik. 59 ming kam bor. Kelishtirib beramiz. Hech qanday ishi yoki bir joyi toza, любой проверь. Faqat benzinda. Faqat benzin. Bo'ldi gap yo'q. Bir qo'l mashina. Bir qo'l mashina. Nominglarda bo'lib berishga variantga? Variantga qila olmaymiz, barter markaga qilamiz. Boshqa mashinaga almashtirishimiz mumkin. Ha, boshqa mashina. Xo'p bo'ladi. Ana erta tongda keldik. Soatimiz nechi bo'ldi? 6:47 bo'ldi. Bir ko'rik aylanib chiqdik. Avvallari bu yerlarda ertalabda zavtrakka kasha deganlari bo'lar edi. Kasha yo'q. Unisi yoqda deydi, bunisi bu yoqda deydi. Bir ko'rik aylanib kelib, yana ko'chani boshda Somsaga to'xtadim. Birinchi zavtrakni qilamiz, keyin ishni boshlaymiz, xudo xohlasa. Bugun nechinchi sana? 12-aprel 2026-yil Sergeli avtomashina bozorindamiz. Nasib inshaalloh. Ana. O'tgan bozor ana shu Land Cruiser 200 talikni Toyota Prado deb yuboribman. Hamma yozibdi-da. O'ladigan odam yo'q. Land Cruiser 200 bu. 60 ming dollar dedi adashmasam. Kami bor. Yurgani ham ko'p emas. 80 ming kilometr 2017-yilmi kan shunaqa. Va 6 motor, 4 litr abiyon motor, benzin motor.
7 o'rindiqlik. Yerda bir akamiz Cobalt'ni oldariqqa tushib ketdi. Men dam olib o'tirdim, hozir mana shu akani Cobalt'ini oldariqdan tushib ketganda, ana shuni chiqaramiz hozir. Mana bo'lmasam. Endi bu oq bo'lib oqmas, qaymoq rang bo'lib qaymoq rang emas, lekin bu ham 150 talik, 15-yil adashmasam kuzov yoki texpasport. 15 ga 16. 15 ga 16 deymiz, sotib olishdan oldin bitta aniqlab olasizlar. 2.7 motor bunisi ham, hozirgi bilan bir xil. Rangimiz juda ham tovlanadigan rang. Xudo xohlasa, salonimiz bejevый deyilyapti va material salon. Yurgani ham sal ko'proq. 97 mingmikin, 93 mingmikin shunaqa deyishdi. Mashinamizni bismillahirrohmanirrohim. Mana yerda kaliti bor bunda ham, mana. Buni kaliti hoppa, bunday qilsak 93535 kilometr. 93535 kilometr. Chiroyli monitorimiz qo'yilibdi. Bakoylar elektrichskiy, hamma oynaklarimiz elektrichskiy. Prado yozuv yonar ekan. Zo'ra. Elektrichskiy nimalarimiz ham. Avtomashinaning sidinalari ham. Bu yoq ikkinchi qator. Mana 3-qator. Ko'rdinglar. Xullas, tonirovkasi bilan birga. Mashinamiz Land Cruiser Prado 150 talik TXL. Mashinamiz balonlari ham katta va mana bir ama. Mana bir ama. Ramni mashina deb shuni aytadi. Xo'p. Og'a kraskasi toza. O'xtey, bag'bari ko'p ketdi. Og'a kraskasi toza. Kraska narigi orqa eshikda petnosi bor. Narigi orqa eshikda. Tomonda orqa eshikda Petnosi bor. Lekin bitta eshikka polni sepgan. Lekin bu kirloga ham, eshikka ham o'tmagan. Ha, oldi eshikka ham, kirlosga ham o'tmagan. Oldi eshikka ham, kirlosga o'tmagan, narigi eshikda o'zida lakiga sepilgan. Bo'ldi. Petnosi bor, lak sepilgan. Puli qancha? 93 ming yurgan, 2015 ga 16. 43 ming kam bor. Kelishlar. Kelishtirib beramiz. Xo'p bo'ladi. Ana mana shu gruzovoyda hozir tortib chiqardik. Xudo xolasa Cobalt chiqdi. Ozgina miyatina bo'lib qoldi. Yaxshi insonlar ko'payaversin, yaxshi insonlar ko'p bo'laversin, iloyim. Menda ham bo'lgan bunaqa. Jentrada mashinani o'rtada bordyurda oshib o'tganimda bir 10 kishi shunday ko'tarib chiqarib qo'ygan edi. 2024-yil Lysian Pro'si bu. Lysian L9 Pro modeli. Mana 40 ming kilometr atrofida yurgan bo'lsa, xudo xolasa. Rul, mana jihozlar deymiz, общий, hammasi birda. Telefonda zaryadkalari, pultni joyi, bu yog'imiz bardachok, yana bitta. Ochilishni qaranglar, bo'lar ekan mana shunaqa ochilsa ham, anaqang bejevый salon, yumshoq chiroyli, sabzi rang desak ham bo'ladi. Ruchkani kattaligini qaranglar, katta. Eshigi ham allambalo. Bunda prisoska yo'q ekan, mana orqa tarafi. Orqa tarafimiz 3-qatorni ko'rmadik-ku, 3-qator bor yo'qligini hozir bilib ketsak yana yaxshi. Yopil, sim. L9 degan yozuvlarimiz yo'q. Knopkani bosdik, orqamiz ochildi. Demak, bu 5 o'rindiqlik. Agar buni tagida bo'lmasa, hoppa. Tagida yo'q ekan, desa mana o'ng taraf, chap taraf elektrichskiy. Og'a, bu 7 o'rindiq ustini yopib olganmisizlar? Yo'q, qaytib ketdim-ku. Hoppa. Bu 7 soatda qaytib ketdim-ku. Bu 7 o'rindiqlikmi hozir shunda? Yo'q, 5 ta. 5 talik. Bu knopkalar faqat 2-qatorda yotqizadigan. Hoppa. Ana. 2-qatorda elektrichskiy yotqizadigan. 7 o'rindiqlik bo'lsa ham ajablanmasdim. Yaxshi, 5 o'rindiqligi arzonroq bo'lsa kerak. Anchagina. Hozirki narxini bilamiz buni. Og'a? Kraskasi родной. Kraska top-toza. Top-toza. Yili 24 ga 25. 4 ta oyog'ida yumshoq yana Michelin balon qo'yib 4 ta yumshoq Michelin balon. 40 ming probeg. 40 ming kilometr yurgan. 43,5 kelishda beramiz. 43,5 ming kam bor. 5 o'rindiqlik. 5 o'rindiq. Bo'ldi. Hech kim bilmasin, Kia Sorentoni eng oxirgisi, bundan keyingisi yo'q. 2024-yilga 2025-yil restyling versiyasi
ko'zdan ham o'zi aytib turibdi mashinani. Buni motori ochiq bo'lsa ko'rsatib ketayda sirazi. Nimaga bunaqa deyotganimda. Mana 3.5 объем motorlik V6, 3.5 объем motor. Avtomashinamizda 6 ta silindrimiz bor. Ana shunaqa. Ana shu mashina. Xo'p, rangi oq. 2024-25 7000 km yurgan deyishyapti. Bakoylar elektrichеский, sidina pamitlarimiz ikki xil holatda. Elektrika, bu ham isitish sovutishlar bilan bo'lsa, yana ham mazza bo'ladi. Rulimiz podogrev, avtohold, ruchnoy tormoz, necha xil? Bu yoqda 4 ta, bu yoqda 3 ta, 7 xil yurish rejimi bor. Bu yoqda shayba, kalit. Mana. Mana. Kiyani kalit mashina bo'lar ekanda. Ana bo'lsa. 4 ta tomonida bosuv bormi shunda hozir? 3 ta 4 ta tomonida. Type-C zaryadnik bir balo battar. Buni ustini yopib qo'yadigan menimcha. Plyonkalari bilan birga 7000 km yurgan Sorento. Ko'ringlarchi, buni ham rangi allambalo. Belli jemchuk. Qimmat rang. 12 voltlik zaryadnik, orqa sizinamizni qizdirish, podstakanlik. Bu yoqlarimiz chiroyli. 3-chi qatorimiz bormi? Bor ekan. 3 qatorlik, 7 o'rindiqlik avtomashina. Eng fulli deb akamiz aytdi, men ham sizlarga eng fulli devordim. Mana shunisi ham bir isbotda endi. Mana shunaqa. 4 tala balon tortadigan rejimi bor. Har xil yo'llarda yuradigan rejimlari bor. Devorni to'g'rilab qo'yaylik. Uzra bo'ldi. Xo'p, pulini kelishtirib beramiz deyapti. Juda qimmatroq lekin. Ha? Yangi mashina. Necha pul? 7000 kelgan, 52.5 ming kelishtirib beramiz. 52.5 ming kelishtirib beramiz. 50 tepasida yuradi xolos. Videoni nomida telefon nomerlari bor, eslichi aloqaga chiqaverasizlar. Captiva'ni bitta ko'ringlar, olinglar shu mashinani. Zo'r mashina. 2018-yil, 21500 dollar kami bor. Videoni boshidan aytyapman. Sizlardan iltimos, like bosib turinglar, iltimos. Like umuman bosilmayapti, do'stlar. Xo'p, Captiva kojinli salon bilamiz, sidina podogrev, avtomat korobka, motori qiziq menga, shaxsan o'zimga. Va o'sha 2018-yil radnoy 21500 dollarga tushib ketibdi, qaranglar. Captiva paytida 40 ming sotilgan, 380 million, 400 million sotilgan. Davlat kursi bo'yicha 40 ming dollardan oshib ketgan. Mashina 2.4 объем motor. Tak, motorimizda gazli o'rnalari ko'rinmayapti. Mana bu yerdan yog'ini almashtiramiz. Mashinaning yog' filtri shu bo'ladi. Bu yerdan воздушный filtr mana bu yerdan bu havoni tarqatib beradingani. Bu yerda pompamiz bor. Xudo xolasa Captiva 2.4 ga metan propan muammosiz tushadi. Mashina zo'r mashina. Yoqadi degan umiddaman. Bu yoqda 7-o'rindiq. Hoppa. Radnoy kraska, zadniy vid kamerasi o'zi bilan Android Auto va Apple CarPlay ishlaydi. Og'ay kraskasi toza, rangi oq. Yili 18, 2.4 motorli ekan, 7 o'rindiq. 21500 kami bor. 21500 kami bor. Xohlovchilar uchun 2800 km yurganim ham bor. 2800 km yurganingiz u qayerda? Bu 26 ming kelishtirib beraman uyda. U 26 ming kelishtirib berasiz. Bu 21500 kam bor, xudo xolasa. 20 tepasida avtokredit qilsa bo'ladimi buni? Qancha bilan chiqadi? Kredit kamasi bor. Nasiya savdo? Nasiya savdo 10 million, 105 million, 110 million bankdan olsa bo'ladi, mashinani o'zini qo'yib. Bo'ldi. Mashinani o'zini qo'yib 110 million olsa, qolgani sizga nima qilaveradi? 20 ming misol qilib bo'lsa 240 million bo'lsa 140 million pul bo'lishi kerak ekanda. To'g'ri tushundimmi? Bo'ldi. X-Line bu. X-Line. Mana bo'lmasam. Sportage 2023-24-yil 6000 km yurgan mashina. Qora oq Captiva'dan keyin qora Sportage xudo xohlasa. Balonlarimiz juda chiroyli, katta diskliga, quyma diskalik. Xo'p, koja salonimiz Abduf Abagrev bo'lsa mazza bo'ladi bu mashinada. Yo Captiva olinglar yoki Kia Sportage olinglar. Ikkalasidan bittasi. Mashinamiz stop start bu yoqda ekan. Xo'p, rul podogrev, sidena podogrev, ventilyatsiya ham bor ekan, xudo xolasa. Sovutish, bu yoqda klimat kontrol, bu yoqda audio sistema. Kitobimiz o'qiganlarga bu garantiya limitida, nima? Garantiya, xullas garantiya. Sidena pamit, sidenalar xotirasi, elektrichеский avtomashina. Buni orqasini ochilamanmikin? Orqasini ochsam agar men zapaskasini ko'rsatsam yaxshi bo'lardi. Yo'q, ocha olmadim. X-Line pozitsiyada deyishdi. Xo'p, puli
Nechi pul bo'ldi endi bu? Buni bilamiz hozir. Egasidan bilamiz. Puli nechi pul bo'ldi buni? Sportage 36 ming kam. 36 ming kam bor. 2019-yilga 2020-yil. Kuzov 20, texpasport 19. Avtomashinamiz Malibu'ni 1.5 turbinaligi. Material salon bo'ladi. 1.5 turbo 272 million sotilgan o'sha paytda. 20 mingdan oshardi o'shanda ham, lekin mayli. Ana oyoq qo'yib o'tiraverdik. Tablolarimiz chiroyli, akkuratniy, cruise control bor zato, голосовое управление, Android Auto, Apple CarPlay bor. Sediana podograf yo'q, abduf abograf yo'q bunda вообще. Buni klimat kontroli bitta zonali bo'ladi. Konditsioner yoqib, mana bunda isitish, sovutish, bunda tezlatib, sekinlashtirishda boshqarsangiz bo'ladi. Avto rejimi yo'q bo'ladi. Oynalar va ichkarida aylantirish. Selektor 6 bosqichlik avtomat korobka bo'ladi mashina. Material salon bo'ladi, mexanicheskiy regrovka bo'ladi. O'ng tomoni ham, chap tomoni ham va bu Malibu 2 bo'ladi, lekin Malibu 2 1.5 turbo bo'ladi. Bu amerikanskiy emas, bu adashmasam shu Braziliya tomonidan chiqarilgan va bu 2.4 Premier va nima bo'lganda bir paytlar 3 ta Malibu chiqarilganda, ana shu 3 tani eng birinchisi mana shu bo'ladi. Xo'p, puli nechi pul buni? 21 ming kami bor. 20 ming tepasida. Qarang. 1.5 turbo, yili 19-20 deysizmi? 19 texpasport, 20 kuzov. 20 kuzov, 19 texpasport. Puli 21 ming kami bo'lsa, kraskasi tozami? Kraskasi top toza. 2000 halol probek turibdi. 62 ming kilometr halol yurgani o'zini mashinani. Bu rasxodlari ham sal kamroq nisbatan. Endi minishga qarab, yog'i. Minishga qarab eng kam ekonomishli mana shu deyiladi. 1.5 turbo. Gentrani o'rniga zo'r variant. Xo'p, Malibu qorasini xohlamaganlarga Kia'ni qorasi K5. Malibu 2 bilan Kia K5 juda bir-biriga yaxshigina raqobatdosh. Bu ham родной toza, бесключевой достуp, 2lik motor, faqat bu 5 turbo. Обычный motor, turbinasi yo'q bu mashinani. Kia Sidinani isitish bor zato, lekin puli sal qimmatroq. 2023-yil 22 ming kilometr yurgan mashina. Bu bezluk avtomashina. Mana bu yo'qlari. Hoppa. Mashinamiz. Orqani bitta ko'raylik. Shu mashinani ko'rgim keldi. Hoppa. Ochilsimsim. Ochilmadimi? Hammayli. Kraskasi toza. Pulini qancha dedingiz buni? 24 ming? 24 ming? 24 ming 500 kam bor. 24 ming 500 kam bor. 500 ming cho'ntagim savolyapman aka. Bo'ldi. Qayoqqa ketdingiz siz? To'xtang. Yurgani 17500 kilometr. Yili 25. Top toza 25. LTZ plus pozitsiya. Pulini aytib keting bo'ldi. Pulini 17 ming kam bor. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Biz bu yerni ko'rsatib olamiz. Propan gazi bor. Xo'p bo'ladi. Mana shu LTZ Plus, material aralash koja, avtomat, rulimiz podograf bor ekan, boshqa parkovkalar yo'q ekan, klimat kontrol ham prostoy ekan. Yaxshi, zato audio sistema bor, Android Auto bilan birga, limit skorost, cruise control bor. Kraskasi toza bo'lish kerak, odatda toza deyishadi. Mana savol sizlarga. Malibu 2 yaxshimi yoki Tracker? Kimgadir Malibu 2, kimgadir Tracker. Lekin men sizga bitta farqni aytaman. Aytaylik, mana bu liniya mana bu chiziqdan xiyol o'tib turibdi 10 sent. Buniki chiziqning ustida turibdi, 5 sent o'tib turibdi. Qaranglar. Buni nuqtasi bilan buni nuqtasining orasi 15 sm ga mana shunchaga farq qilyapti. Chunki bu mana bu yerda-da, mana bu yerda. To'g'rimi? Mana shunchaga farq qilyapti. Lekin orqa o'sh bunday qilib turib olib kelsam, mana bu yerga to'g'ri kelyapti. Qancha raziyasi bor o'sh bilan o'shda. Buni o'shi uzunligi uchun yumshoq, sedan uzun, long. Buni balonlarini o'shi kaltaligi uchun, mashina korotkaligi uchun, kaltaligi uchun qattiq va oturchan bo'ladi. Shuni orqasidan charchash
holati ko'p bo'ladi. Tracker 2 ni minadiganlarda bunda charchamaslik va uzoq yo'lga yurish oson bo'ladi. Xullas, xohlanglar bu, xohlanglar bu. 21 ming kam bor. Bu 24,5 ming kam bor dedi. 24 ming kam bor, biz ham bo'ladi, adashmasam. Sportage, Captiva ko'rsatdik. Mana shu yerda 5 ta mashina ko'rsatdim. Xullas, bunga aloqaga telefon nomer video nomida. Ertalab kelib mana shu mashinani ko'rib o'tib ketgan edim. Bu mashina Mercedes-Benz ML 63 AMG degan bu menimcha yopishtirilgan. Chunki ML bu 3,5 ob'yomli motorli bo'lishi kerak. AMG yopishtiruvlar ML 63. Ha? 63 lik motorlikmikin yoki bu? Привет. Как дела? Все хорошо? Да. Так, что мы смотрим? Молодцы. YouTube смотрим, да? Xo'p. Mashina chiroyli. 15,5 ming aka. 15,5 so'raldi. Aka bu 3,5 motorligimi yo 6,3 ligimi? 3,5 ha? 6 silindr. 6 silindr ha. 3,5 6 silindr polniy привод ha bu. To'liq tortadigan. Kraskasi qanday? Kraska 2 ta 3 ta petnolari bor. 2 ta 3 ta petnolari bor. Hadovoylari benzinda? Propan benzin. Propan benzin. Zo'r. 15,500 kam bor. Kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga? Inomarka bo'lsa gaplashamiz. Inomarka bo'lsa gaplashamiz. GM ga emas. Bo'laveradi. O'zingiz mingan mashina ham qancha mindingiz buni? Ancha bir 2-3 yil, 5 yil. Yo'q. Mana tirchilik oldi. Ha, tirchilik. Bo'laveradi aka, bo'laveradi. Telefon nomeringiz aytdi. Bo'ldi. 15,500 dollar kam bor ekan. Ya'ni Lexus. Navbatda Lexus ML ni ko'rdinglar, xudo xolasa. Bu Lexus 2008-yil avtomashina, rangi qora. 3-4 ta joylari, kraskalari bo'lgan mashinani GS 300 modeli 260 ming kilometr avtomashina yurgan. Bu 3 ob'yom motor, orqasi tortadi, beskulchoy dostуп, 4 tala eshik ham. Aytib ketish kerak. Tonirovkalarimiz bor ekan. Tonirovka ruxsatini so'rab olamiz. 2008-yilgi prezidentskiy mashinani mana sedana pamiyatlari elektricheskiy, mana tepaga, pastga bo'ladigan. Undan tashqari bu haydovchini sedana pamitida mana bunaqa narsalar bor. Ya'ni sovutadi kerak bo'lsa, isitadi kerak bo'lsa. Ya'ni isitish ham, sovutish ham funksiyasi bor. Avtomat korobka. Mana bunaqangi tablo 260 ming yurgan dedik. Audio sistema o'sha paytdagi o'ziniki, zavodskoy. Hamma narsasi FM, disk, kaseta deganlari. Bu yoqlarda rulimiz 13 ming kami bor mashina. Kami bor. Ha? 2008. 8. 2008. Yaxshigim bor. Probeg qancha bo'lgan? 260 ming bo'lgan. Probegni sen to'maydi. Mana Qozog'istondan menimcha Его присоска только здесь, вот на багажнике, вот смотрите. Вот так вот и сложите. bagajniki prisoska. Да. Klass. 2-3 ta joylarda kraskasi bor deyishdi, lekin ichiga o'tmagan, yaxshi. Radnoy, ko'rib, tekshirib, ma'qul kelsa olinaveradi. Hattoki o'ng tomon sidinalarda ham pamiti bor ekan. Ateslarga ko'rsatyapman. Elektrogirovka. Oching aka, ko'ring. Mana shunaqa keng salon mashina. 13 ming kam bor. Lexus deganlarga mana shu mashina bo'ladi, prezidentskiy. Aloqaga chiqaverasizlar mashinaga. Mana do'stlar, Mercedes-Benz avtomashinamiz juda chiroyli. Shu bitta gap aytaymi og'a? Ha? Ana shu kitayskiy mashinalar ko'payib ketdi-ku. O'shada turing, men ko'ryapman, siz ko'rib qo'ying. O'sha kitayskiy mashinalar chiqib, bu originallar narxini tushiryapti, bilyapsizmi? Nech nasib qilgani? Bu nech pul bo'lib ketdi oshunda? 14,5 ming. Undan ham arzon haligi gaplashsa bo'ladi. Egasi urush kishi, u Aha. Amerikadan olib kelgan ekan. Amerikadan olib kelgan ekan buni. Amerikanka bu. Amerikanskiy. Choldi. U rus millatiga mansub chol deyapsiz. Молодцы. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi olib kelganding. Yurgani ham ko'p emas. Qancha? 200. Hoppa. Koja salon. 200 dan sal osh. 229,905 tabloda ko'rindi. Avtorejim, sidanalar elektricheskiy, pamitlarimiz bor, bokovoylar elektr. Mashina
Ha, mayli. Hoppa. Og'a, bular 3 yil avval ham, 2 yil avval ham 20 mingdan kam emasdi-da. Shunaqa. 20 mingdan kam emas edi. Tushgani bilan Kitayskiy narxi bo'lib qoldi. ko'paydi-yu, bular narxi tushdi, mayli. Lekin bu 3.2 motorlik a. 3.2 motor. Bu ham to'liq orqa tortadi. Video registrator ko'ryapman. Kraskasi Kraska bor, o'tda betda bor lekin pitman qilingan. petnolari qilingan. O'tmagan. Ichiga o'tmagan. Точно aytolmayman, chunki uzun mashina emasdi. Ha, o'ziniki emas. Yo'q. Lekin xudo xolasa ko'rib kirishib olish, nima, tekshirib olishsa kelishilaveradi. Ustida, mashinani ustida. Bular iltimos Bo'ldi. qildi, sotib beringlar. Sotib beryapsiz. Xo'p bo'ladi. C1da yashidi o'zi. Aha. Pozitsiyasi. Polni full Volkswagen Passat 2003 a? 2003-yil. Volkswagen Passat 2003-yil. Bu ham inomarka, zo'r mashina, yumshoq mashina. Mana yozuvlari 2003 avtomat, polni full, atmosferniy 3 litr motor, nibitaya 200 ming kilometr. Ходовой motor, коробка в хорошем состоянии, цена 6000. Ух ты, 6000 mi? Uch ты, Spark puliga Volkswagen Passat minib yuboraman-ku. Qani bismillahirrohmanirrohim. Buni egalari bor, keng salon. Mashina chiroylik, rezinka ko'tarilib qopti. Orqalari keng, baland, novcha. Avtomashina sedan bu Volkswagen. Buni zapchastlarini Toshkentdan muammosi bormi, yo'qmi? Zapchastdan hech qanday muammosi yo'q, xudo xolasa. Menga telefon bo'lyapti. Hoppa. Ana olmasam. Kraskalar necha foiz deymiz? Bor. Kraska 70 70% desa ham bo'ladi. 70 desak ham bo'ladimi? Ichiga o'tmagan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Avtomat korobka 6 talik bo'ladi, ha bunda ham. Da. 6 talik avtomat 3 litr motor dedikmi? Tiptronik bu. Tiptronik. Orqasida mana bu qo'shimchalari ham bor. Bu yoqqa o'tkazib plus minus qilsak ham bo'ladi. Qarang, buni 3 litr motor задний привод, ha? Yoki только переднийmi? Bu передний. Bundan oldingi Mercedes задний привод edi. Lexus ham задний привод, orqasi tortar edi. Задний привод или передний? Hop. Задний привод. Orqa tortadimi axir? Da. O'rtada bu yoqda nimalar turibdi? Xo'p, puli 6000. Kelishamiz. Xudo xolasa. Mana bo'lmasam 2003-yil Mercedes. Bu ham Yeshka. Y-klass 211 bo'lishi kerak kuzov avtomashina. 2003-yil. Pozitsiyasi full ekan, propan gazi bor ekan, W211 kuzov. Gaz, benzin, elektr, avtomat, oho, nomerlar. Va avtomashinamiz staloy rangda. Avtomat korobkada, motorni ham litrni yozib qo'yganda yana ham oson bo'lar edi. 425.663 kilometr. To'g'ri o'qidimmi axir? Xudo xolasa, bu Celsa'da ekan. Celsa'da 85 plus 85 deyapti. Frame'da plus 25 bo'lsa kerak. Где-то. Yana bilmadim. Xullas, mana bunaqangi kurilkalari bor. Mashinamiz kojinli salon, rangi qora. Salonimizni eshiklarimiz og'irgina. Mashinamiz Y320. Yozuvimiz yopishtirilgan bo'lishi ham mumkin. Motorni so'rab olamiz bu mashinani. Aka, bu Mercedes motori nechilik? 112 motor. Necha litrli motor? 3.2 a? 3.2 motor. Puli qancha dedik buni? Mana narxi 13.000 kam bor. Xo'p, Hyundai Sonata. Bu avtomashina legendarniy avtomashina. Balonlarimiz ideal ekan. Xo'p, propan gaz 4-pokoleniya ekan, beskruchovoy dostupimiz bor. Orqa eshigimiz katta, orqa salon keng. Mashina. Hoppa, bu mashina yurib kalit ochiqligi uchun, zamburga ochiqligi uchun eshikni ochib yopsam chiyillayapti-da bu. 167.919 kilometr. Key not in water. Mana shu seriya akadan so'raymiz narxini. Bu telefondagi ekan, nima ekan debman. Avtomat korobka, drive mode, orqa shtorka elektricheskiy. Qani? Ana. Ko'rdinglarmi? Shiliq tushdi. Mana bu knopka, orqa shtorkaniki, ruchnoy tormoz, avto hold,
Bu yoqda podstakanniklar, boshqa. Ana shu akadan so'raymiz. Mana shu akadan so'raymiz-da. Audio sistema, disk, CD map. Kartani yuklab qo'ysangiz ishlar ekan. Mashina, rul. Tak, avtorejim bilan birga faralarning yonishi, поворотник, kruiz kontrolimiz bor. Bu yoqda orqalarni ochish, mana gazniki. Slipoy zona bor ekan. Danu. Молодец. Nechinchi yil bu? Nechinchi yil bu? 15-yil. Puli qancha? Hamma so'rayapti. 16.000. Rangi oq. Rangi oq 168 ming yurgan. Chap haydovchini oldida qanotda kraskasi bor. Tonirovkaga ruxsati ham bo'lishi kerak. Bu o'ng tomonimiz ham elektricheskiy mashinamiz. Hoppa. Orqani kengligini qaranglar, mazza. Gap yo'q. Bizga ham nasib qilsin. Mana shunaqa mashinalardan orqani ocha olmadim, lekin orqa ochilmayapti. Arabcha yozuvlar bor. Dubay versiya ham bu nima balo? Tak o'chirib qo'yaylik-da, kimdir yoqib ketgan buni. Kimdir yoqib ketgan. Aka, buni kimdir yoqib ketdi, o'chirib qo'ydim. Mashinani kimdir yoqib qo'yibdi, o'zingiz yoqib qo'ydingizmi? O'chirib qo'ydim. O'chirib qo'ydingizmi? Ha, o'chirib qo'ydim. Motor yurgani yo'q, tablo yoniq. O'sha chiyillayapti ekan-da, tinmay. Eshik ochildi. Mana bo'ladi. Bu hozir o'chirmi mashina? Yo'q, men hozir o'chirdim. Ha, o'chirdingizmi? Ha. Ha, bo'ldi. Hamma yo'q, yoniq edi. Qancha dedingiz? 16? 16 kami bor. 15. 15-yil. Hammaga qiziq, menga ham qiziq. Chotki. Mana Mercedes'da 211 kuzovini ko'rsatganman. Bundan oldingi videoda bunisi 210 kuzov. 210 2000-yil. Bu ham Yeshka avtomashinamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bu ham avtomat korobka. Bu ham juda ham chiroyliga o'xshab turibdi. Qani bismillahirrohmanirrohim. 136.300 77 km yurganman deyapti. Soatimiz bor, gradusniklarimiz bor, aquaprint qilishibdi bu yoqlarini. Magnitofon, klimat kontrol, konditsionerimiz bor bu yerda. Oynalarni ko'tarib tushirishlar mana bu yerlardan, ha. Buni bossak oynaga tushish kerak. Kaltimiz yo'q. Avtomat korobka, sport rejim mana bu yerda. Bosib turib, bitta bosib o'rasiz, jupga tortib ketadi mashina. Tak, bokovoylarimiz, orqalarni ochish. Qani? Ha, yo'q, bosilmadi. Xullas ochilmadi. Xo'p. Mercedes-Benz 210 kuzov. Mana salon orqa rangimiz темный siniy deydi adashmasam, E200 kompressor mashina. Kraskasi necha foiz? Kraska osvejon. Podyubka sepilgan osvejon. Motori nechilik buni? Motor 111 kompressor. 111 kompressor. Necha litr? Gazi ham bor dokumentalni. Metani ham qo'yilgan. Dokumentalni 2000-yil mashina. Yurganini ko'rdik tabloda. 2000. Tablo olishgan, tabloda hozir 136 ming, atak 280 ming mashina yurgan. 280 ming yurgan bu mashina, xo'p bo'ladi. Puli 10500. 10500. Bu Skoda Kodiaq. Oldidan orqasidan syomka qilmayapman, nomeriga qaramanglar. Akamiz o'zimizni egalaridan mashina, avtomatik, avtomashina, avtomat korobkalik, 7 o'rindiqlik. 3-qatorimiz bor, 6-7 o'rindiqlar va bu mashina polniy privatlik. Ya'ni 4 talabani ham tortadigan mashina. Mana bu pardasi zavodskoy. Va bu pardasi aytadiki, mashinani full pozitsiya beskulchoy dostуп, 2 turbo, 250 ot kuchi, avto rejimlarimiz, bu yoqlari tumanka. Sidena pamitlarimiz 3 ta, koja salon, avtomashina bar. Hoppa. Bu dopopcha, parok qo'yilgan. Atak paroksiz buni ham yopadi. Zakonni yopadigan. Ha, buni meta ha. Xullas bor. Zontig bo'ladi. Bularda komplekt. Mana 4 burchak. Zontigi bo'ladi, zontigi bor. Narigi eshikda ham bo'ladi, ikkita eshikda bo'ladi, oldi eshikda bo'ladi. Avtomashinamiz yaxshi, zo'r, ideal 97971 kilometr. Audio sistema, klimat kontrol, bu yoqlarimiz, avtomat korobka, bu yoqlarimiz off-road rejimi bilan birga mashina. Nima deymiz endi? Shu
Yaxshi, qo'shinni panoramma tom. И bu yoqlar bardachok. Antrader podarka. Qani egasi? Qani? Egasi ketib qoldi mashinani. Hoppa, hozir topamiz. Ana shunaqangi Skoda Kodiaq 2-4 ta silindr, turbo motor avtomashina. Mana shu Skoda Kodiaq. Bu mashinani antralar ham qoladi. Men ko'rsatib yubordim. Kelishaversin deng. Orqa nizamisiy podveska, orqa tortish funksiyasi bilan birga. Kraskasi toza. Puli 20 ming. 97 ming yurgan yili 21-yil. Puli 20 ming kam bor. Kelishamiz. 100 ming yurmagan toza kraskada polniy privetlik Skoda Kodiaq. Kimdir meni buni urib yengdi pnevma podveskada. Prostoy podveska. O'zimiz oddiy Captiva podveskasi bilan bir xil, yaxshi. Nizavisiy podveska. Ana bo'lmasa, mana bu arzonini ko'ringlar, yaxshisini ko'ringlar. Sizlarga ilindim. O'zimga yoqqan mashinalardan desam bo'ladi. Hyundai Sonata 2008-yil 360 ming mekin deyishdi adashmasam. Yurganini 4 yil minishibdi. Egalaridan 4 yil minishibdi. 4 yilda 10 ming kilometr yuribdi xolos. Avtomashina mana shu Hyundai Sonata 2008-yil. Avtomat korobka, 2.4 объем motor, MPI motor bo'ladi. Metan propan yeslicha tushadi. Muammosiz tushadi. Tushunasizlarmi? Kojinli salon, avtomat korobka. Bu yoqda audio sistemalarimiz bor. 360 dedingiz a? Yurganini, 360 ming yurgan. Kraskasi Radnoy. Kraska Radnoy. Orqa sidenasining kengligini ko'ryapsizlarmi? Qancha keng. Ancha keng, ancha. Ko'z tegmasin. Zo'r mashina. Bizga ham nasib qilsin ota. Hoppa. Kalitdami? Ichkaridan ochiladi. Knopka qidiryotgandim. Ichkaridan bossa ochiladi. Bo'ldi. Shunaqangi mashina. Bu metan propan qo'yilmagandir. Hoppa, mana. Balonlari benzinda yurgan, kuzovi, orqasi, ko'rinishi yaxshi. Radnoy bo'lsa, 2008-yil bo'lsa, 360 yurgan bo'lsa, siz 4 yil mingan bo'lsangiz, qanaqa mashina? Bir og'izdan aytganda. Olgan odam baraka topadi. Xudo xolasa. Iloyim. Siz chunki buni 14 ni oldimda, o'shaning uchun buni olib chiqdim. 2008-yilda sotyapsiz, 2014-yil Hyundai Sonata oldingiz siz. Qullub bo'lsin sizga. Qullub bo'lsin. Demak, puli 9,5 ming kam bor. Kelishamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana katta mashina, ovchilarning mashinasi, offroadchilarning mashinasi, 3.6 объем motorlik mashina, to'liq tortish funksiyasi bor mashina. 6 ta spetsiyalik avtomashina, ramli avtomashina, buni ham ramada turadi. Ya'ni, ana shu bo'lib turgan joy rama. Bu yog'imiz, orqasi ham tortadi bu mashina. 7 o'rindiqlik mashina, tonirovkalik mashina, oynalar ochiladigan mashina eshikni ochganda. Koja salonlik, elektropaketliga, xudo xohlasa. Podnoshkasi zavodskoy. Bu 200 kilogacha, 300 kilogacha ko'taraveradi, xudo xohlasa. 6 bosqichlik avtomat korobka, 2 oldiga bu tez yuradi, faqat orqasi tortadi. 4 oldiga bu 4 tala balon tortadi, tez yuradi. 4 orqaga bu 4 tala balon tortadi, sekin yuradi. Bu o'shani boshqarish rejimi. Konditsioner orqaniki bu. Xo'p, tepada salondagi 2 zonalik, bu yoqda esa Apple CarPlay, Android Auto bor. Tablomiz mana. 110 ming kilometr yurgan avtomashina, cruise control bor. Oldidagi mashinalar bilan masofa saqlaydi. Xudo xohlasa slepoy zonamiz bor mashinada. Xo'p, deganda qora kraskasi toza ekan. Endi pulini so'rab olsak bo'lgani shu mashinani. Videoning nomiga puli bilan telefon nomerini yozib qo'yaman. Mana keyingisi narxi tushmayotgan mashina. Taxoni narxi tushyapti, lekin Traverse narxi tushmayapti. Ana shunaqangi 2023-yilgi Traverse avtomashinamiz va bu ko'p yurmagan. Bu ham 3.6 объем motor. Hozirgi bundan oldingisi bilan pashti bir xil, lekin tablosi ozgina shunaqa bo'ladimi-di? Traverseniki 46985 Premier tablo. Aka, bu tablosi Premierdagi qo'yilganmi, og'a? Premier tablo qo'yilganga o'xshaydi. Zavodskoy shunaqa.
Unda ham ikkitalik nimaga o'ligi Trailblazer'da sal kattaroq, tepada ikkita to'rtta nimasi bor. Datchigi. Zavodskoy borishi deyishyapti. Gap yo'q. Rul podogref, cruise control, avtomat korobka, bu yoqlarimiz isitish, sovutish, ha? Mana konditsioner, 2 zonalik, audio sistema, Apple CarPlay. Tak, bunda ham xuddi shu, mana 2, 4 va tog'li yo'llarga avtoqolplari bilan birga. Koja salon, avtomashinamiz, sidenamiz old orqaga elektriskiy jiriladi va o'sha sahrayn qilib pozitsiyasini qoladi. Va bu kapitanskiy sidenalik. Orqada yana ikkita o'rindig'imiz bor. Kapitanskiy kreslolari. Mana lyukimiz ikkitalik avtomashina Chevrolet Traverse. Hammaga ham nasib qilsin. Avtomashina juda ham yaxshi mashina. Primer pozitsiyada Traverse zavodskoy diska balonda, bu ham 6 talik. Вообще yurmagan, почти hali ishlanmagan. Oporniklari. Oldichi? Oldi ham hali ishlanmagan. Yurmagan, juda ideal. 46 ming kilometr yurgan, kraskasi toza. Nar eshigida bor. Qaysi? Mana orqa eshigida bor kraska. 46 ming yurgan, 23-yil Traverse, puli nechi pul? 3.6 litr motor, 44 ming kam bor, ha? Kelishamiz. Mana bu premium Carnivalni ko'rsatay sizlarga. Kia Carnival. Trailblazer'ni ko'rdinglar, Traverse'ni ko'rdinglar, oppoq Carnival avtomashina. 37 ming deyishdi, adashmasam narxini. 2023, 102 ming kilometr yurgan, full pozitsiyada, toza, 3.5 litr motorlik, 9 mestalik. Bu ofitsialniy dillerdan olingan bo'lishi kerak deb o'ylayman, xudo xohlasa. Qani, zo'ra. Qani. Kojinli salon. Mana. Hop, birinchi qator haydovchini qatori, ikkinchi qator kapitanskiy, uchinchi qator kapitanskiy, to'rtinchi qatorda yana 3 kishi o'tiradigan 4-qator taklanadi. 4-qator taklasangiz bagajnik bo'ladi avtomashinamiz. Endi yana bitta yo'li bor. Boya mana uni bosib ochgan edik. Bunday qilsak yopiladi. Ana zo'ra. Zo'r mashina. Qani bismillahirrohmanirrohim. 102.574 kilometr yurgan Kia Carnival, isitish, sovutish, klimat kontrol bu yoqda. Bu yoqda multimedia ekan, bu yoqda yana multimedia ekan. Navigator, map, radio, media, stick, o'tkazish, qaytarish, setup, yoqib o'chirish, stop startimiz, bu yoqda nimalarimiz, drive modimiz bor ekan. Sidina ham sovutadi, ham isitadi. Mana bu yerda 3 bosqich u yoqqa, 3 bosqich bu yoqqa. Rulimiz podograf, 360 kamera, o'ng sidinamiz ham xuddi shunaqa. Avtomashina оформленияsi juda chiroyli. Cruise control bu yoqda ekan, bu yoqda drive modlarimiz va skorostlarimiz. 3.5 ob'yom motor, yaxshi mashina. O'sha odam to'la bo'lsa ham yuraveradigan mashina, yurganiga javob beradigan mashina. Yana bitta yo'lni ko'rsatib qo'yay oxirida. Mana buni qaranglar, men yerda holdni bosib qo'ysanglar qayta ochilmaydi. Mana bularni ochib yopish. Mabodo bolalar agar nima qiladigan bo'lsa. Narxi 37 ming, rangi oq. Kraskasini hozir men videoning nomiga yozib qo'yaman. Orqasini ko'rsatdim. Yo'q, siz tushmaysiz aka. Siz tushmaysiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Xullas, bu avtomashinamiz Hyundai Azero. Mana. Hyundai Azero 3 ob'yom motor V6 avtomashinamiz. Kraskasi Radnoy deyishdi. 167 ming yurgan, 3li motor, kluchsiz kalit kirish dostуп, ya'ni бесключевой доступ. O'zbekchasiga qiynalyapman, короче. Xullas, короче, o'zbekchasiga qisqasi bo'ladim. Qisqasi, avtomat korobka, cruise control bor, 2012-2013-yil, sidinamiz, podograflari bor. Qaranglar. O'syapti. Qaytib kiryapti. Shu kerakmi? Mana shunaqangi avtomashina, Azera, Hyundai, 3li motor, eng kuchlilardan, stabilizatsiya, sidina podografimiz bor ekan. Mashinamizda chexollar, orqasi keng, avtomatik oynalarni tushirib chiqarish, mana orqalari, orqa ko'rinish saloni yaxshi bo'ladi. Kelishtirib berishar ekan, radnoy kraska ekan mashina. Gentrani pulga berib yuboramiz deyapti. O'zining narxiga olsalar olinadigan mashina, olsa bo'ladigan. Sius 7simi 9mi? 7. Sius S07. Gibrid ha bu?
Benzin? Zo'r. Qanchaga sotildi dedingiz? 22 mingga. Qullab bo'lsin. Sotilibdi mana, chiqib ketyapti o'sha bozordan. Bo'ldi. Xudo xohlasa Toyota Prado 2008-yil. Mana shuncha joyda va mana shuncha joyda kraskasi bor ekan xolos. Qolgan joylar radno ya. Xudo xohlasa. Zavodskoy radno 2008-yil 288 ming yurgan. 207 likmi bu? Eng mashhur va eng haligi o'lmas kashchaydi motori shu. 207 motor, benzinlik bo'ladi. Propan qo'yilgan bunga? Propanimiz bor. Mendan ko'rib so'rayapman-da endi. Egasidan so'rab qo'ygan yaxshi-yu. Xo'p. Koja salon, koja. 3-chi qatori ham bo'lish kerak. Avtomat korobka, bu yoqda i razdatka bor. Razdatkada xohlagan rejimda qo'yib, haydab bosib yuraverasiz. Xudo xohlasa. Yaxshi mashina, o'lmas mashina, joni qattiq mashina. Off-roadga chiqsa bo'ladigan mashina. Bu yerda yana 3-chi qator uchun isitish, sovutishlarimiz bor ekan, ha, xudo xolasa. O'sha paytda kurulkalarda ham rosa qo'yib chiqargan ekan, qaranglar. Mashina. Novcha katta Land Cruiser Prado. Mana bunisiga 5. Bu ham 10. 18, 20. Xullas, короче, eng zo'ri mana shu. Zavodskoy bu. Ramni внедорожник 188 ming yurgan, 20.500 dollar kami bor. Kraskasini boshida aytdim. Toyota Prado 120 talik shumi? Mana shu bo'ladi. Bugungi bozorimizda bitta mashina oldidan 4 marta o'tdim. 4 marta o'tdim, tashab keta olmayapman. Oxiri egasini majburlab so'rab yurib, iltimos qilib syomka qilyapman. Avtomashina. Balonni qo'yibsiz-da, og'a, rosa go'shligidan. O'zini niska profil bo'ladi buniki adashmasam. O'ziniki ingichka pastdagi uchadigan 2000 kilometr yurdi bu balonda. Zo'r. Xullas bu Mazda CX-4 hatchback kuzov bo'ladi. 2 litr atmosferniy motor va GDI motor. Lekin o'sha propan qo'yishibdi. 60 bittalik tabletga qo'yib qo'ydik deyishdi. Mashinamiz orqalari keng, yaxshi, hatchback bo'lgani bilan, lekin yukxonasida ham maytdan o'tish imkoni do'stupi bor yukxonasiga. Hatchback-ku. Hatchbackka biz o'zimizning Matiz Spark'lar keladi, o'shani Mazda'dagi versiyasi. Bu mashina yangi mashina, 2022-yil 51 ming kilometr yurgan. Sveti ham, rangi ham bitta bo'lib turibdi. O'zbekistonda 3 ta bo'lsa, bittasi Toshkentda, bittasi Samarqandda, bittasi Farg'onada ekan. Slipoy zonamiz bor. Tonirovka ruxsatnomamiz bor, xudo xohlasa. Oynaklar, elektropривод sideniya, mashinani o'zini rangidan salonni ham rangi shunaqa ekan. Voy, dod deyaveradigan. Xullas, kondyorlarimiz ishlab turibdi, havomiz issiq, YouTube ko'rib o'tirishibdi, dam olishib egalari 9.6 расход qilyapti ekan. 100 kilometrga cruise kontrolimiz bor, boshqa funksiyalarimiz bor. Mashina zo'r. Kraskasi toza. Eshigida kraskami? Oppa. Qani, oppa. Qaysi? Mana tarafdami? Pastda ekan. Yo'q, olib kiramiz havoda. Puli nechi pul aka? 26 ming so'radi. 26 ming kami bor. Kelishiladi. Xudo xohlasa mashina ideal. Bu mashinani bilgan biladi. Chet eldan, Yevropadan yurganlar mana shu mashinadan olaveradi, indamasdan, birovga aytmasdan. Mazda CX-4. Gap yo'q, ko'z tegmasin. Bizga ham nasib qilsin. Mana bu off-roadni otasi bo'ladi. Lexus. Oppa. Lexus avtomobil. Ko'rib turganinglardek, tepasida svetiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mashina вообще mashina MT balonda, 5 talik spitsa, prostoy ходовой, 2 richaglik, oddiy, yaxshi mashina. Oma ichi dahshat ekan. Ichini ko'rsatdilar, вообще zo'r. Mashina shumka bo'lgan deyishdi. Avtomobilimiz sidena pamitlarimiz bu yoqda. Bu yoqqa ko'ringlar, Han, BYD Han'ni eng full pozitsiyasidagi ikkita sidenasi o'rnatilgan ekan. Isitadi, sovutadi, massaj qiladi. Mashinani sidenasi. Lexus mana bu yoqlari, pioner magnitofon. Bunday qilsam ko'rinadimi? Xo'p, blokirovkalarimiz, avtomat korobkamiz, pnevmopodveskamiz, tepa pastga tushirib chiqaradigan rejimlarimiz, avtomashinamiz. Lekin narxi вообще zo'r. Umuman zo'r. 25 ming kami bor.
so'ralyapti, kelinadi, ko'riladi. Ma'qul kelsa mashinani ustida gaplashiladi, xudo xohlasa. Bunisi esa Kia Carnival'dan qo'yilgan ikkita kapitanskiy sidyena. 3-qatorda sidyenasi bor. 3-qator sidyenasi zavodskoy. O'zini Lexus sidyenasi. Bitta savol, buni orqa kapoti ikkiga ochiladi, ha? Ikkiga ochiladi. Tepasi bitta alohida, pasti bitta alohida ochiladi. Undan tashqari mashinada mana farq ko'p bor. Tushunyapsizlarmi, yo'qmi? Mashinani men nomerini ko'rsatmaslikka harakat qilyapman, nomeriga qaramanglar. Qarang, bu kraskasi radnoy necha foiz? Tekshirib olinadi, kraska probegi. Kraska probegi tekshirib olinadi. Undan keyin gaplashiladi. Mashinani ustida, oldida kelib, ko'rib, Selektorlar umuman bo'lmagan. udar bo'lmagan, O'zida bo'lgan. off-roadda bo'lgan demoqchimisiz? Off-roadda yurilgan. Off-road mashinasi. Videolari ham endi. Juda ko'p bu mashinani. Mana bu yerdan ochiladi. Yaxshi, zo'r 25 kam bor. Tepasida gaplashamiz. O'sha haydab Mashinani oldida, kapot ustida kapot ustida gaplashamiz. Bo'ldi. kami bor. Kelishsa gaplashamiz, qolgani o'sha o'zingizlar nima qilasizlar, kami bor xudo xohlasa. Bozorda bitta bo'lib turgan Lexus. Bu O'zbekistonda sanoqlik Lexuslardan o'ta chiroyli va o'ta bejirim, original. Mana kaliti. Avtomashina yangi, 7000 kilometr yurgan mashinamiz. O'sha o'zini raskoy balonida va o'zini o'sha 7000 kilometr yurgani xolos. Xo'p. Unda qilsak ochiladi. Men kaltga tegmadimmi? Ochilganini ham ko'rdinglar. Ruchkamiz chiqmaydi, lekin ichida knopkasi bor. Ощущенияsi mazza. Вообще mazza. Mana koja salon, mana selektor, mana bu yoq audio sistema, mana bu yoq nimamiz 7650 km tabloda ko'rinib turibdi. Lepistkamiz bor, ha? Xudo xohlasa. Motorimiz twin turbo, 2 litrlik twin turbo, rasxod kam. Ichkaridan ochilishi mana bu knopkada. O'tirib turib bitta sekin bossangiz, chiq ketkizib uncha ochadi, undan keyin sekin ochib tushib ketaverasiz mashina. Eshiklarimiz pastgacha tushgan, mana. Eshiklarimiz pastgacha tushgan, oyog'ingiz, ustingiz mana bu yerda kirib bo'lmaydi. Hatto plyonka ham tortib qo'yilibdi o'zi. Молодец. Olgan odam bu mashinani plyonkalarni tortib ehtiyot qilgan. Mashinamiz 3 qatorlik. Men shetini bunday qilay. Ana, bosib turamiz ekan. Orqani ochsam, mana bu yerga ikkita chamadon ustma-ust yoki tikkamasiga 4 ta chamadon solsangiz bo'ladi. Voy ham sig'adigan umiddaman, xudo xohlasa. Juda yaxshi. Elektrichskiy sidyenlarimiz yotadi. 3-qatorimiz. Mashina shunda 7 o'rindiqlik avtomashina. Patologimiz qora, chiroqlar. O yerda USB zaryadniklari ham bor. 3-qator uchun. Hop, knopka bunday qilsak yopiladi. Mana. Orqa ko'rinishi Lexus TX 350 AVD avtomashina. Zo'r, chiroylik. Eshigini yaxshilab yopib qo'ysam, ochiq qolib ketibdi. Bu tarafdan ko'rinishi mana bunaqa. O'ng tomonda ham elektrichskiy sidyena harakatlanishi, alkantara koja aralash, gibrid. Bu alohida, bu alohida. Mana bu yoqda chuqurgina mana bunday joyimiz bor. Yana nima shu? Ha, audio sistemani burilishi mana bunaqa. Mana bunaqa. Stop start tepada. Tepada. Mashinada o'tirib men nima qildim? Jonli efir qildim YouTube'da. Jonli efirda o'tirganda ko'rsatganman. Hoppa. Ko'rsatganman, mashinada tepada o'tirasiz. Qayiq bo'lib turibdi. Kraskasi toza, 24-yil, 7000 km yurgan, 84000 kami bor. Kelishiladi, kim xohlasa aloqaga chiqilaveradi. 84000 narxiga gaplashamiz, xudo xolasa. Sizlardan bitta iltimos, bitta UzAbzorlar deb yangi YouTube kanal ochdim. Ana shu YouTube kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Agar men hozir chiqargan, ko'rsatgan videolar, mashinalar yoqqan bo'lsa, mashinalar uchun like, men uchun yangi UzAbzorlar kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos.